Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Shishali uy filmi. Apokalipsisdan so'ng tirik qolgan yagona erkak bir-biridan go'zal qizlar o'rtasida talash bo'ldi. Videoni tomosha qilishdan oldin like bosishni va keyingi film qahramoni bo'lish uchun ismingizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Biz esa boshladik. Havoda odamlarning xotirasini o'chiradigan virus tarqaldi. Bu ofatdan omon qolgan ona-bolalar kattagina issiqxonada jon saqlashga muvaffaq bo'lishdi. Ko'chaga niqob taqib chiqadigan bu qizlar uylarga begonalar yaqinlashishi bilan otib tashlashardi. Bu esa ularning navbatdagi qurboni. 3 opa-singilning Mirjon ismli ukalari ham bor edi va u virus sabab xotirasidan ayrilgandi. Gulhayo onasiga bitta erkakni qanday otib tashlaganliklarini aytib maqtanadi. Ertasi kuni stol atrofida yig'ilgan oila shukronalik duosini o'qib, uydagi qat'iy qoidalarni takrorlashadi. Ammo opa-singillar bu vaqtda kimni tili uzunligini sinab ko'rishni yoqtirishardi. Mubina o'ldirgan qurbonlardan olgan narsalarni kolleksiya qilishni yoqtirardi. Tunda qorovullik qilayotgan Sevinch to'satdan protivagaz kiygan erkakni ko'rib qoladi va uni endi otmoqchi bo'lganida u niqobini yechib, hushidan ketadi. Sevinch uni uyga olib kirgach, onasi uni uyga notanishni olib kirganligi uchun ko'y beradi. Ammo Sevinch negadir bu safar shu erkakni qutqarib qolishni iltimos qiladi va onasi rozi bo'ladi. Tunda o'g'lini uxlashga yotqizgan ayol uning oyoqlarini bog'lab qo'yadi. Ertalab uyg'ongan yigitcha tagini xollab qo'yganligini ko'rib sarosimaga tusha boshlaydi. Uning shovqinidan kravatga bog'langan notanish ham uyg'onib ketadi. Biroq o'zini yana uxlaganga sovoladi. Qizlar uning choyshabini yig'ishtirishgach, mehribon Mubina ukasining xartumini yuvib qo'yadi. Birozdan so'ng notanish bilan yolg'iz qolgan Sevinch uning soqolini olmoqchi bo'lganida, u to'satdan ko'zlarini ochib undan suv berishini so'raydi. Barcha uyga qaytgach, notanishdan ismi kim ekanligini so'rashadi, biroq u buni esla olmasdi. U virus tashqaridagi barchani halok qilganligini, unga kimdir tashlanganligini, biroq Sevinch uni qutqarib qolganligini aytadi. Ayol esa unga agar bu yerda qolishni istasa, ishlashi lozimligini tushuntiradi. Ertasi kuni notanishga kitob keltirgan Gulhayo undagi hayvonlarni ko'rgan-ko'rmaganligini so'raydi. Onasi esa barcha hayvonlar halok bo'lganliklarini aytadi. Sevinch nimagadir namyoq qilib erkakka meva-chevalardan keltiradi va u ham uning qo'lini qaytarmaydi. Bundan so'ng unga singligi o'qib bergan kitoblari haqida so'zlab beradi. Mubinaga esa Sevinchning notanishga suykalashni boshlaganligi yoqmay boshlaydi. Biroq Sevinchga buning farqi yo'q edi. Tushlik vaqtida notanishni oila oldiga olib kelgan Sevinch uni ular bilan ovqatlanishga taklif qiladi, biroq onalari bunga qarshilik bildiradi. Ertasi kuni notanish Gulhayoga otlar haqida eslaganligini aytib, unga ot rasmi chizilgan yog'ochni beradi va bundan ot yasay olishi uchun unga pichoq kerakligini aytadi. Opalarga sezdirmasdan pichoqni olgan Gulhayo esa uni notanishga beradi. Ertasi kuni Mirjon notanishdagi pichoqni ko'rib qolgach, notanish unga Gulhayo uchun yasagan ot haykallarini ko'rsatadi. Bo'laklarni olgan Mirjon esa ularni yig'a olmagach quturib ketadi. Shovqinni eshitgan opa-singillar tezda ichkariga kirishadi va Sevinch ukasidan zarba yeydi. Gulhayodan o'zini ozod qilishni so'ragan notanish tezda quturgan Mirjonni romkasiga solib qo'yadi. Ko'zidagi ko'karishni ko'rib turgan Sevinchning oldiga kelgan notanish unga nisbatan tuyg'ulari jumbush urayotganligini aytadi. Ertasi kuni notanish Mubinaning kolleksiyalarini ko'rib qoladi. Qiz esa buning shunchaki o'yin ekanligini aytadi. Bugun qutiga joylangan narsani ertasi kuni eslash lozim bo'lardi. Notanish ham bu o'yinni o'ynashni istaydi va bu rituallar oilasi uchun qanchalik muhimligini so'raydi. Biroq Mubin bundan bosh tortadi va ularning oilasi haqida hech nima bilmasligini aytadi. Biroz o'tgach Gulhayo Mubin qutisini ulardan ham yashirishini, bu o'yinni g'oyib bo'lgan akalari va Sevinch ham o'ynashni yoqtirganligini va qutidan doim qulupnay chiqqanligini aytadi. Sevinch esa qulupnayning jinnisi edi. Tunda Mubinaning oldiga kelgan notanish qo'riqchilik qilishda yordam bermoqchiligini ma'lum qiladi. Biroq qiz taklifni rad qilib, o'ziga ehtiyot bo'lishni maslahat beradi. U yerdan chiqqan notanish bu yerda barchaning o'z vazifasi borligini ta'kidlayotgan onaga duch keladi. Uxlashdan oldin notanish Gulhayoga xalqini yaxshi ko'radigan ko'r podshoh haqidagi ertakni aytib beradi. Qirol odamlarga ishonish-ishonmaslikni bilmasdi va uning o'rnini nomunosib odam egallashini istamasdi. O'shanda qirol unga kimligini eslatib turadigan malikani izlashga otlangandi. Ertasi kuni notanish Sevinchga qulupnay sovg'a qiladi. U ketgach Mubin o'zicha xursand Sevinchga ehtiyot bo'lishni maslahat beradi.
Biroq Sevinchga farqi yo'q edi. Qorovullik vaqtida notanish qo'llariga erk beraveradi va bu qizga ham juda yoqib tushadi. Sal turib Mubin opasi va notanish poyezd tunnelga kirdi-chiqdi o'yinini o'ynayotganliklarini ko'rib qoladi. Notanish uni payqagach u yerdan qochib ketadi. Keyinroq Mubinning oldiga kelib undan ko'rgan narsasi unga qanchalik yoqqanligini so'raydi. Mubin esa opasiga qilgan xushomatlari unga ta'sir qilmasligini aytadi. U esa bunga javoban unga nisbatan hozircha hissiyotlari uyg'onmaganligini, biroq bu vaqt masalasi ekanligini aytadi. Sevinch notanishni rituallarni birga o'tkazish uchun chaqirganida Mubin uning begona ekanligini aytib bunga qarshi bo'ladi. Biroq notanish o'zini g'oyib bo'lgan akalari ekanligini aytib uyga qaytganligini ta'kidlaydi. Mubin uni yolg'onchilikda ayblarkan, Sevinch uni boshqalarning baxtiga hasad qilayotganlikda ayblaydi. Onasi esa uning shunchaki oilani himoya qilmoqchi bo'layotganligini aytadi. Sevinch Mirjonning Mubin sabab shu ahvolga tushganligini aytib qoladi. U Mirjonga qarab turish o'rniga u va akasining ishini poylab turgan edi. O'sha payt ko'chaga chiqib ketgan Mirjon esa virus qurboniga aylangandi. Xafa bo'lgan Mubin xonadan chiqqach, onasi Sevinchni qo'polligi uchun urishib beradi. Tunda opoq-chapoqlar Mirjonga ham tupurib qo'yib, ustida sakrashmachoq o'ynashadi. Ertasi kuni kir yuvayotgan Mubin opasining ichki kiyimida qon yo'qligini ko'rib, uning homilador bo'lib qolganligini tushunadi. Gap mehmonlar haqida ketyapti. Buni qizlar tushunadi. Onasi esa Sevinchga homilador ekanligini aytib, bolasiga g'amxo'rlik qilishi kerakligini ta'kidlaydi. Biroq kislorod tanqisligi sababli kimdir bu uyni tark etishi lozim edi. Sevinchning bundan xafa bo'lganligini tushungan Mirjon yana quturishni boshlab ko'chaga chiqib ketadi. Uning ortidan chiqqan Mubin bir necha yil oldin ukasiga qarab turmaganligi sabab uni virus zararlaganligini eslaydi. Mirjonni qaytarib kelgan notanish bunda Mubinning aybi yo'qligini aytadi. Qorovullik vaqtida Sevinch uydagi kislorod tanqisligi sabab uni uydan haydamoqchiliklarini ma'lum qiladi va u bilan birga ketishini aytadi. Ertasi kuni ta'mirlash ishlari vaqtida Mirjon notanishning endi Mubinga ko'z olaytirayotganligini payqab qoladi. Mirjon unga Mubinni sevishini aytgach, bunga javoban kulimsiragan notanish ularning hech qachon birga bo'la olmasliklarini aytadi. Jahli chiqqan Mirjon unga taxta bo'lagini otib tasodifan oynani sindirib yuboradi. Yordamga kelgan qizlar yoriqni yopishga yordamlashishadi. Keyinroq notanish onaga kimdir ketishi lozimligi uchun Mirjondan xalos bo'lishni taklif qiladi. Biroq ayol Mirjon u sabab jahldor bo'lib qolganligini aytib, o'zining ketishini maslahat beradi. Tunda Mirjonni uxlashga yotqizgan ayol qaytar chog'ida notanishga duch keladi. Unga to'satdan tashlangan notanish ayolni o'lguncha bo'g'arkan, o'limidan oldin oilasiga o'zi g'amxo'rlik qilishga so'z beradi. U o'lgach esa jasadni Mirjonning oldiga qo'yadi. Uyg'onib ketgan yigit o'lib yotgan onasini ko'radi. Notanish uni qotillikda ayblagach, u qahr bilan unga tashlanadi. Shovqinga kelgan qizlar ko'rgan narsalardan yig'zig'i qilisharkan, Sevinch ukasi yomon tush ko'rganligi uchun onalarni o'ldirib qo'ygan degan fikrga keladi. Qizlar onalarni yuvisharkan, Mirjonni kravatga bog'lagan notanish buning yaxshilikka ekanligini aytadi. Bundan so'ng oynani ochgan notanish uning yaqinlari kim ekanliklarini unutib qo'yganliklarini, u ham qolganlar kabi barchasini unutishni istaganligini, biroq virus nimagadir unga ta'sir qilmaganligini aytadi. Onalarni ko'mishga tayyorlashgach, Mubin singlini ovutib olib ketadi. Bu vaqtda Mubinning qutisini titigan Sevinch unda o'tirib qolgan batareykalarni topgach, qorovulliklardan birini eslaydi. O'sha tunda u notanish odamni ko'rgach, fonarik yordamida shartli signal beradi va javob kelmagach, notanishni otib tashlaydi. Biroq jasadni tekshirarkan, o'tirib qolgan batareyka sabab signal bera olmagan o'sha g'oyib bo'lgan akalarni o'ldirib qo'yganligini tushunadi. O'shanda qilgan ishidan dahshatga tushgan qiz virus uning bu xotirasini yo'q qilishiga umid qilib, niqobni yechgandi. Uyga qaytgan Sevinch undan nega buni yashirganligini so'rab Mubinni siquvga oladi. Bundan so'ng bularni birgalikda unutishlari lozimligini aytadi. Biroq Mubin buni istamasdi. Sevinch uni tashqariga chiqarishga uringanida notanish uni to'xtatib qoladi. Ular bir-birlariga muloyim qarab turganliklarini ko'rgan Sevinch tashqariga chiqib ketadi. Gulhayo Mirjonga nimadir bo'lganligini aytgach, uning oldiga kelishadi va shu damda virusdan zararlangan Sevinch ham qaytib keladi va unga hech narsa bo'lmaganligini aytib, Gulhayoni o'zi bilan olib ketadi. Virus yaqinlarning ongini zararlayotganligini ko'rgan Mubin umidsizlikka tushadi. O'shanda notanish u bilan birga hammasini eslashini aytadi. Mubin esa sodir bo'lgan hodisa haqida hech kimga aytmaslikka qaror qiladi va notanishga qilgan qilmishlari bilan yashashiga to'g'ri kelishini aytadi. Bundan so'ng esa bu qiz ham junli sabziga yo'q deya olmaydi. Gulhayoga niqob taqmaslikni aytgan Sevinch, Mubin ularga barchasini eslatishini aytadi. Onalarni dafn qilisharkan, rollarni bo'lishib olishadi. Notanish va Mubin qirol va qirolichalar. Sevinch Mubinning singlisi, Gulhayo uning qizi, Mirjon esa barchaning ukasi bo'ladi. Ular birgalikda yangi oiladay yashay boshlashadi.
Homilador bo'lgan Sevinch esa bolasi ham notanishga o'xshab virusga qarshi tura oladigan bo'lishiga umid qilgan holda niqob taqmaslikka qaror qiladi. Navbatdagi qorolligi vaqtida notanish protivagaz kiygan begonani ko'rib qoladi va uni o'ldirish o'rniga Mirjonni o'ldiradi va film tugaydi. Bu filmni ko'rganimdan so'ng bunday virusli havodan men ham bir maraqib nafas olgim keldi. Hech bo'lmasa shu filmni unutgan bo'lardim. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi sahnalarda uchrashguncha